Hamma salom arkadaşlar. Sizler bilan shu Xenomasi bugungi videomizda parkurni ikkinchi qismini olamiz. Albatta like bosishni unutmanglar. Bu qism albatta qiziqarli bo'lishiga ishonaman. Unda ketdi. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Maqsadimiz 100 ta bo'lish. Voy. Bu hop epladim. Mana hop. What? Orqaga yubordim arkadaşlar. Albatta like bosib unutmang qo'yinglar. Qiz ketdi videoga. Endi like bosinglar onasilar. 10 tacha like bo'lsin. Hamada boshqa qilishga vatta. Shunday ham qiynalman. Bu sakrab ketdi bilaman. Vatta. Yana bir marta o'xshamadim. Uchinchi urinishim mendan o'xshamasi bu. Ajitadan tujab qolishim. O'xshadi, uncha slaydni qo'yib tushunadigan ketdi. Lekin o'xshadi. Endi mana ular birinchisi o'xshadi. Men bunlar ikki marta qilishim kerak. 2 marta, 3 marta qilishim kerak endi bundan. Voy. Bittasi o'xshadi, bittasi o'xshamadi. Ikkita o'xshamasa o'zini yetkazishim mumkin. Voy. O'xshadi ya. Mana sizlar boshqadan ko'rsatib beraman o'xshadi lekin. Qarang. Yo'qlar. Qurasi demarsi. Hammasi o'zimman-da. Vomto. Hop. Bashundan ham 2 marta qo'yib bittasi o'xshadi. Ana slime sakilib vata drop qilaman. Shuni qo'yib olib qo'ydim mayli. Hamma xayr, bu video shu haqida endi like bosib unutmanglar. Sizlar bilan Xeno MC bo'ldi. Xayr.